Xo'p do'stlar, hammalarga assalomu alaykum. Darslarimizni inshaalloh davom ettiramiz. Xo'p, keyingi darsimiz qaysi dars kelib qoldik? Xudo xolisa. Xo'p, volume analysis. Bozor past ko'ngillidir. Bitta bola juda nima uchun bozor juda ham ulkan. Strategiyalar hammasi Bo'ldi. Xo'p, bugungi darsimiz volume profile instrumenti bo'ladi. Ya'ni mana shu order flow analizidagi volume profilni qanaqa o'qishlikni men sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Volume profile nima o'zi? Volume profilni biz nimaga ishlatamiz? Mana shu narsalar hisobiga. Xo'p. Tak. Uzr, darslarga men alohida bir tayyorlanmayman. Shuning uchun Xo'p. Qaranglar. Kelinglar bitta oldin volume profilni funksiyalarini bir qator sizlarga tushuntiraman undan keyin buni qanaqa o'qishligimiz kerak, mana shu haqida ham sizlarga tushuntirib beraman. Demak, volume profilda gorizontal mana shunaqa histogramma shakllanadi. Mana e'tibor qilsanglar, mana bu joyda, mana bu hammasida, ya'ni histogrammalar bor. Buni qanday tushunamiz? Bu nima uchun kerak o'zi asosan? Nima sababdan bu narsani biz o'rganishimiz kerak? Volume profile zona aniqlashda eng yaxshi instrument hisoblanadi order flowda. Ya'ni объемный analizda volume profile bu zona aniqlashda bizga ancha yordam beradigan narsa. Nimaga? Kelinglar birinchi bu narsani tushunib olaylik. Volume profilni o'zi 4 ta qismi bor. Особенно biz yaxshi tushunishimiz kerak bo'lgan joyi bu zona stoyimiz deyiladi. Ya'ni misol uchun har bitta volumda mana shunaqa histogramma bo'ladigan bo'lsa, histogramma mana shu histogramma 3 qismga bo'linadi. O'rtadagi qismi bu POC deyiladi. POC yoki bu POC qisqartirilgan nomi yoki point of control yoki ruschasiga bu точка kontrola, o'zbekchasiga nima bo'ladi? Endi boshqaruv nuqtasi bo'ladimi? Xo'p, ayni mana shu POC zona stoyimizni ikkita qismga ajratib turadi. POCning tepa qismi va POCning past qismi. Tepa qismi nima? Tepa qismi bu vaqt deyiladi, vaqt. Okay, volume area high. Yoki ruschasiga bu верхняя zona stoyimiz deyiladi. Zona stoyimizning yuqori qismi. Endi past qismi esa val deyiladi. Val. Volume area low. Yoki нижняя граница zona стоимости. Yoki zona stoyimizning past quyi qismi. O'zi zona stoyimiz nima? Mana shu narsani tushunib olish kerak. Zona stoyimiz nima? Zona o'zi rus tilida o'rganganman, shuning uchun o'zbekcha tushuntirishga qiynalaman. Zona stoyimizni tushunib olishlik kerak, volume profilni tushunishlik uchun. Qarang. Biroz qulaylashtiraylik-da.
qanaqa tortilmas ekan. Xo'p, nima u zona stoyimiz o'zi? Misol uchun tasavvur qilinglar, bozor bir diapazonda sotilyapti. Misol uchun aytaylik, oltin bugun 4000, misol uchun 4600 va 4200 oralig'ida savdosi bo'lyapti. Orada 400 punkt joy ichida savdo bo'lyapti. Misol uchun tilla bir kunda $1000 oralig'ida savdo bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Ma'lum bir $50 yoki $100 oralig'ida savdo bo'ladi. Keling, ana shu 4600 va 4500 deylik. 500 oralig'ida savdo bo'lyapti. Mana shu narsa zona stoyimiz deyiladi. Bu joyda valning eng quyi qismi 4500 degan. 4500 degan. Vaqtning eng yuqori qismi esa 4600 degan. 4600 degan. Endi aytaylik, point of qayerda shakllangan? Misol uchun 4550 narxida shakllangan. Ya'ni mana bunaqa uzun pok qayerda shakllangan? Hozir men buni ya'ni sizlarga tushuntiraman. Qanaqa bu raqamlarga ko'ra volume profilni ham qanday tushunamiz. Endi qaranglar. Mana shu joyda, demak, mana bu zona, общий zona stoyimiz. Misol uchun mana shu zona stoyimiz ichida narx harakatlanyapti. Endi qaranglar. Val, pok, vaqt. Mana shu zona stoyimizga ko'ra val va vaqt poklarni biz funksiyasini bilib olishimiz kerak. Ya'ni vazifasi nima? Nima uchun bunaqa? Endi qaranglar. Tasavvur qiling, bugungi narx, tillaning narxi 4500 va 4600. 4500 bu bugunning eng quyi narxi, eng arzon narxi. 4600 bugunning eng yuqori narxi. Demak, bundan kelib chiqadiki, bizda vaqt zonamizga narx ko'tarilsa, bu sotuvchi uchun nima? Выгодный bu. Sotuvchi uchun выгодный. Endi agar 4500 narxiga tushsa, bu xaridor uchun выгодный. Xaridor uchun выгодный. Выгодный. Mana bu narx esa bu ya'ni point of control, bu ikkala taraf ham выгодный narx hisoblanadi. Ya'ni ikkala ishtirokchi ham bu narxda ko'proq ob'yom bilan bozorga kirishligi mumkin. Nima uchun? Chunki bu o'rta narx, o'rtacha narx. Keling, buni hayotiy tushunishlik uchun hayotiy biror narsa bilan taqqoslaymiz. Misol uchun tasavvur qiling, bozorda olmaning narxi 5000 so'mdan 15000 so'mgacha. Olmaning narxi 5000 so'mdan 15000 so'mgacha. Bugun misol uchun bozorga chiqdingiz, olma olish uchun yoki sotish uchun bozordagi narx, eng arzon olma 5000 so'm, eng qimmati 15000 so'm. 5000 so'm sotilayotgan olmada kim uchun bu narsa foydali? Xaridorlar uchun. Nima uchun? Arzon bo'lganligi uchun. Endi 15000 so'mlik olmada esa kimga выгодный bu? Sotuvchilar uchun. Bu joyda xaridor kam bo'ladi. Keling, misol uchun shuni bunday chiziq ko'rinishida tushunishga harakat qilamiz. Допустим, mana buni sotuvchilar desak, mana buni xaridorlar deymiz. Xaridorlar deymiz. Mana xaridorlar. Keling, xaridorni rangini yashil, mayli yashil qilaylik. Mana qalinroq qo'yamiz. Yashil emas, mayli boshqa ko'k qilamiz. Mana sotuvchini nima qilamiz? Qizil qilamiz.
Tak. Endi qarang, buni qanday tushunishlik mumkin? Misol uchun, mana buni shkala deydigan bo'lsak, xaridorlar sonining shkalasi, mana bu 1 misol uchun, 2, 3, 4, 5 misol uchun, 6, 7, 8, 9, 10 misol uchun. To'g'rimi? Keling, shuni sotuvchilar deydigan bo'lsak, xuddi shunaqa bu yoqda ham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endi narxning mana bu sotuvchilar va xaridorlarni aktivligiga e'tibor qaratish kerak. Narx qachonki 4600 ga chiqsa yoki boyagi misol keltirganimiz bo'yicha 15000 narxiga chiqsa, 15000 narxiga chiqsa. Olmani misolga keltirdik. O'rtacha narx misol 7500, 5000. 15000 narxiga chiqsa, narx misol uchun qarang, sotuvchi 10 ta, xaridor bitta. Ya'ni bu joyda tafovut sotuvchi foydasiga. Nima uchun? Chunki sotuvchi ko'payadi qimmat narxda. Qimmat narxda. Endi agar narx 5000 narxiga tushsa-chi, endi qarang, xaridor foydasiga endi bu joyda sotuvchi ko'payadi, kamayadi. Sotuvchi kamayadi. Sotuvchi. Pasent urug'laydik. Sotuvchi, xaridor. Tushunyapsizmi? Ya'ni endi bu narxda bozor xaridor foydasiga, ya'ni xaridor ko'proq agressivroq bu arzon narxda ishlaydi. Endi mana shu narsani agar biz histogramma ko'rinishida oladigan bo'lsak, mana bunaqa histogramma. Sentrda ham aytib ketaylik. Sentrda misol uchun keling, histogramma ko'rinishini mana bunaqa tushuntiray sizga. Eng yaxshisi. Mana tepada 1x10, o'rtada misol uchun 5x5. To'g'rimi? Endi pastda esa qanday? Pastda teskarisi. 10x1. Demak, bu joyda sotuv uzr. Ming bor uzr. 1x10 bu yoqda ham. Endi faqat nima? Bu joyda xaridorlar zararga. Endi ketib qoldi. Bit. To'g'ri, uzr, adashibman. Bu taraf 1, bu taraf 10 bo'ladi. Faqat mana buni uzr adashtirib yuboribman. Sotuvchi emas, bu xaridor bo'ladi. Biz chunki ko'kni xaridor dedik-ku. Endi bu sotuvchi bo'ladi. Sotuvchi. Xo'p, bundan nima kelib chiqadi, qaranglar. Demak, narx arzon narxda xaridor kam, sotuvchi kam, xaridor ko'p.
qimmat narxda xaridor kam, sotuvchi ko'p. Endi mana shu narsa gistogramma bo'lib shakllanganda ikkala taraf teng, o'rtacha, ya'ni ikkita tarafda ham ob'yom ko'p qatnashsa, bu narsa point of control, ya'ni o'rta narx hisoblanadi. O'rta narx hisoblanadi. Mana shu joydan olishimiz kerakki, pokning tepa qismi bu sotuvchilar uchun выгодный narx hisoblanadi. Sotuvchilar uchun выгодный narx hisoblanadi. Pokning ya'ni past qismi val bu xaridorlar uchun выгодный narx hisoblanadi. Endi mana bu holatga e'tibor qilinglar. Misol uchun birorta ob'yomni sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Bu narsani menimcha tushundinglar. Chap taraf bizda xaridor, o'ng taraf bizda sotuvchi. Demak, arzon narxda xaridor kam, arzon narxda sotuvchi kam, xaridor ko'p, qimmat narxda xaridor kam, sotuvchi ko'p. Kelinglar, endi boshqasida volumni o'zini tushuntirishga harakat qilaman. Qarang, point of control e'tibor qiling, ikkita nuqtasini olamiz. Point of control 183 x 215. Xo'p, endi kelinglar valga o'tamiz. Vaqtga o'tamiz. Vaqtga o'tadigan bo'lsak, bu joyda 27 x 47. Endi valga o'tamiz. Misol uchun допустим, demak 79 plus 79 x 51 misol uchun 51 yo'qol 51. Endi biz aytdikki agar xaridor kam, sotuvchi ko'p bo'lsa, vaqt. Agar xaridor ko'p, sotuvchi kam bo'lsa, bu val dedik. Endi ikkala taraf ham deyarli kattaroq ob'yom bilan shakllansa, bu narsa pok bo'lib shakllanadi. Ya'ni pok degani bu narsa. Mana bu narsa boyagi sizlarga aytgan narsam. Bu joyda misol uchun xaridor yo'q, 0, sotuvchi 5 ta. Xuddi shunaqa valda esa shuni teskarisi bo'ladi. Ya'ni narx arzon bo'lgan sari xaridor ko'payib, sotuvchi kamayadi. Mana shu narsa gistogramma shunaqa o'qiladi. Endi qaranglar. Daily time frame ga olamiz. Endi bu logikasini tushundik. Endi foydalanishni sizlarga qisqacha tushuntiraman. Daily time frame ga olamiz. Qaranglar. Misol uchun mana bugunning, kechaning, jumaning ob'yomi. Mana bu pok, bu o'rta narx, mana bu val. Ya'ni zona stoyimiz. Narx e'tibor qiling, qimmat narxdan arzon narxga tushib, ya'ni bu joyda xaridor kamayib, narx yana o'sishda davom etyapti. Demak, bu bitta bizga zona stoyimiz. Keyingi zona stoyimizga e'tibor qilinglar. Keyingi zona stoyimizga. Mana ob'yomlarni bir volume profile bo'yicha tushunib olamiz. Mana bitta zona stoyimiz, narx qimmatdan arzonga tushib, narx o'sgan. Bu yana keyingi pok bor joydan olamiz. Mana bitta bizga zona stoyimiz, mana keyingi zona stoyimiz va jumaning zona stoyimiz. Endi qarang, narx qimmatdan arzonga tushib o'smoqda. Narx bu zona stoyimizga kelmagan, bu
aktual zona stoyimiz hisoblanadi. Ya'ni narx keladigan bo'lsa, bu yana buyga reaksiya berishligi mumkin. Endi narx highga chiqdimi, bu narsa nima qiladi? Hozir tushuntirganimdek, sotuvchi kamayib, to есть sotuvchi ko'payib, xaridor kamayadi. Demak, bozorda talab va taklif muvozanatiga ko'ra, qachonki agar narx sotuvchi ko'payib, xaridor kamaysa yoki taklif ko'payib, talab kamaysa, bu narsa narxning tushishligiga olib kelishi mumkin. Bozorga har doim ehtimol bilan qaraladi. Endi xuddi shu holatda mana o'tgan kunning volume profiliga qarang. Demak, mana bu narx, mana bu zona stoyimiz bo'ladigan bo'lsa, bu joy qimmat narx, o'rta narx va arzon narx bo'ladigan bo'lsa, demak biz uchun xarid zonasi bu val zona hisoblanadi. Mana bu zona hisoblanadi. Narxning bu joyga kelishligi bu buy uchun bizga zona hisoblanadi. Narxning bu joyga kelishligi buy uchun zona hisoblanadi. Nima uchun? O'sha kunning, masalan, jumaning, payshanbaning misol uchun val zonasi mana shu, ya'ni arzon narxi. Yoki tasavvur qiling, dushanba kuni olma 5000 so'mdan 10000 so'mgacha sotilgan. Demak, o'sha kungi xaridorlar yana narx qaytib 5000 ga tushadigan bo'lsa, yana bu joyda xarid ko'payib, narx yana talab ko'payib, narx yana o'sishligiga olib kelishligi mumkin. Bu har doim shunday bo'ladi. Endi bitta zona stoyimizning proboy bo'lishligi keyingi zona stoyimizga borishligiga olib kelishligi mumkin. Ya'ni men shunday analiz qilaman. Misol uchun, mana bu zonaga e'tibor beringlar, mana va mana. Endi buning proboyi bunisiga olib tushadi. Buning proboyi bunisiga olib tushadi. Agar bu joyda yana histogramma shakllansa, yana mana bunaqa histogramma shakllansa, narx yana o'z yo'lida davom etishligi mumkin. Ya'ni bu joyda yana xaridorlar o'zini pozitsiyasini himoya qiladigan bo'lsa, narx yana yo'lida davom etishligi mumkin. Bu dailyda yaxshi zonalar bo'ladi. Buni biz H1 da ham ishlatsak bo'ladi. H1 da ham. Misol uchun qaranglar. Va har doim Telegramdagi hamma analizlarga e'tibor qaratsanglar, xo'p, kelinglar bu kanalimizda har doim o'sha volumni buzilishligidan, mana misol uchun mana bunga e'tibor qilinglar, mana bu narxning buzilishligi keyingi zona stoyimizga tushishligini ko'rsatadi. Mana shundan analiz qilaman. Mana eng kuchli instrumentim volume profile, ya'ni bozorni ko'rishlikda, market ob'yomlarini, balansini, bosimini ko'rishlikda shu narsadan foydalanaman. Endi qaranglar. Misol uchun volume profile bo'yicha mana hozirgi holatda hozir ham kanalda analiz berdim. Nima? Mana bu volume zona stoyimizning buzilishligidan keyingi narx yurishligi. Endi qaranglar, buni qanday tushunamiz? Biz aytdikki, har bitta zona stoyimiz biz uchun o'zidan buy yoki sell qoldiradi. Mana bu joyda e'tibor qilinglar, buy qolganligini ko'rishligimiz mumkin. Ya'ni mana bu val zonalarimiz. Val, bu joyda ham val va hozirgi ham val. To'g'rimi? Endi qarang, bitta zona stoyimizning buzilishligi narxning keyingisiga borishligiga olib keladi. Narx agar mana shu holatda buzilsa, histogrammada, ya'ni ob'yomda qanday holat sodir bo'ladi? Bu buyerlar pozitsiyasini himoya qildimi, qila olmadimi? Yangi bizga ob'yom zonasi paydo bo'ladi. Bu joyda ham 3 ta ob'yomimiz bo'ladi. Ya'ni vaq. Endi bizga mana bu val buzilganligi uchun mana bu val kerak emas. Mana bu val bizga kerak emas. Val kerak emas bo'ladi. Faqatgina vaq kerak bo'ladi. Vaq. Chunki sotuvchi kirganligini bizga ko'rsatadi. Endi vaqning, mana bu valning buzilishligi bu keyingi val zonaga yurishligini ko'rsatadi.
Demak, bu joyda yangi ob'yom bizga yangi sel harakatini boshlab beradi. Yoki analiz berganimda, misol uchun mana bu B-obrazniy va proboy bo'lsa, bu joyda mana bu holatda P-obrazniy va narx pastga tushishligini ko'rsatib analiz qilaman. Bu narsa именно o'sha volume profile bo'yicha analiz qilinadi. Demak, nima uchun bizga val buzilishligi kerak sel uchun? Chunki boya aytdik, zona stoyimizda vallar bu xaridorlar zonasi. Vaqtlar esa sotuvchilar zonasi. Agar bizda val buziladigan bo'lsa, nima qoladi? Vaqt qoladi. Vaqt qoladi. Misol uchun hozir mana bu zona buziladigan bo'lsa, bizda vaqt aktual sel zona bo'lib qoladi. Narx keyingi zona stoyimizga narx tushishligi uchun. Shuning uchun mana narx именно o'sha zonadan proboy qila olmadi. Biz keyingi zona stoyimizga tushishligini kutayotgan bo'lsak, mana bu zonaning proboy bo'lishligini kutishimiz kerak va narxning любой korreksiyasidan bozorga qo'shilishligimiz kerak. Mana shunda narx yana davom etadi. Yoki grafikda buni qanday ko'ramiz? Grafikda vaqt, val, bay, vaqt, val, bay, vaqt, val, bay. Endi qarang. Buyers, sellers. Proboy bo'lyapti, to'g'rimi? Endi bu joyda buyersning proboy bo'lishligi mana bu sellers o'zini pozitsiyasini himoya qilganligini ko'rsatadi. Va bizda bu mana bu histogrammaga aylanadi va vaqt aktual degan. Bu korreksiyadan biz keyingi zona stoyimizligi tushishligini biz bozorda kuzatsak bo'ladi. Do'stlar, volume profilni yaxshilab kuzatib o'rganinglar. Order flowning bir qismi bu. Ya'ni market balansni tushunishlikda bu narsa juda kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz shu. Foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda izohinglarni kutib qolaman. Hammalarga rahmat.